Likvidlik nima va nima uchun u bizga kerak? Likvidlik bu sizda bor bo'lgan aktivlaringizni qanchalik tez naqd pulga aylanishi. Bu bo'lishi mumkin, dollarga aylantirib qo'ygan pulingiz bo'lishi mumkin, tilla olib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, bank hisob raqamingizdagi pullar bo'lishi mumkin, telefon, mashina yoki uyingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shmas mulklaringiz bo'lishi mumkin. Va bu mahsulotlar, bu aktivlar qanchalik tez naqd pulga aylantira olsangiz, likvidligi shunchalik yuqori bo'ladi. Ya'ni likvidlik yuqori bo'lgan aktivlarga tilla, kartadagi pullaringiz, bankdagi pullaringiz kiradi. Sababi bu aktivlarni naqd pulga aylantirish uchun sizdan bir necha soat yoki ko'pi bilan yarim kun, bir kun vaqtingiz ketishi mumkin. Likvidligi past bo'lgan aktivlarga kiradigan bo'lsak, bular ko'chmas mulk bo'lishi mumkin, mashinangiz bo'lishi mumkin yoki biznesingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni bu turdagi aktivlarni sotish uchun sizdan bir necha kun, hafta yoki oy talab qilinishi mumkin. Xo'sh, likvidlik bizga nima uchun kerak? Likvidlik bizga nima uchun kerak? Sababi O'zbekistonda hamma ham barqaror daromadga ega emas. Ya'ni kimdir qishloq xo'jaligida ishlaydi, kimdir xizmat ko'rsatishda ishlaydi va har doim ham bir xil daromad topmaydi. Ba'zi oylarda katta daromad topiladi, ba'zi oylarda esa daromad topmasligi ham mumkin. Va likvid aktivlar sizga daromadingiz yuqori bo'lgan paytda agar olib qo'yadigan bo'lsangiz, buni siz daromadingiz kam paytda yoki qaysidir holatlarda kasal bo'lib qolsangiz, jarimalarga tushib qolsangiz, ya'ni ekstremniy holatlarda sizni bu holatdan olib chiqish uchun ideal tanlov bo'lib xizmat qiladi. Va eng ideal likvidlik bu 3 oydan 6 oygacha sizni xarajatlaringizni yopa oladigan pul mablag' bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni 3 oydan 6 oygacha xarajatlaringizni yopish uchun qancha pul yetadi?